Hozir bir qiziq odat chiqqanda, mana shu menimcha shu bizning millatda shunaqa ko'payib ketdi. Sizdan bir 2-3 million pul olib ketadi, qarz olib ketadi. Bir narsangizni oladi, sizdan 300-400 dollar qarz bo'ladi-da. Umuman pul bermaydi. Pulni berishlik to'g'risida ham gapirmaydi. Sizni ko'rganda hijolat ham bo'lmaydi-da. Bilasiz, men shunaqa xulosaga keldimki, pulni qachon beradi bu odam? Misol 500 dollar qarzi bor. Qachon o'sha uy-joylarni qilsa, uy-joyda birorta kamchiligi qolmasa, qorni har kun to'q bo'lsa, mashinani yaxshisini olib minsa, mashinasiga yumshoq balolar ham taqib olsa, hamma ishni, keraksiz ishlarni ham qilib bo'lgandan keyin 500 dollar ortib qoldi, nima qilishni bilmasa, palonchida qarz bor, shuni berib yuboraylik deb berib yuboradi. U birodar, qarzi bor odam bor-ku, qarzi bor odamni kapallamasdan ko'mish kerak. O'lsa, mana qarzi bor odam o'lib qolsa, uni 20 metr surib olib kapallash kerak emas, uni 1-2 metr surib bilan amallab o'rab qo'yib, qolgan 18 metr suribni pulini qarziga berish kerak. Qarzi bor odamni murabbo yeyishi mumkin emas, qarzi bor odamni asal yeyishi mumkin emas, qarzi bor odamni go'sht yeyishi mumkin emas. Qarzi bor odamni yog'li patirnon yeyishi mumkin emas. Qarzi bor boyvachcha umraga ketyapti, biz umraga ketyapmiz deydi. Umraga borish nafil bu, umraga borish sunnat amal, imkoni bor odamga. Qarzi berish farz bu, birodar. Kim qarzdor holatda o'lsa, qabrida olovli zanjir bilan azoblangan holatda, kishanlangan holatda o'ladi. Umraga bormay o'lsa, odam qabrida azoblanmaydi. Birovning haqqini olib qarzini bermagan odam azobda o'lar ekan, azobda yotar ekan qabrida. Toki orqasida qolgan odamlar qarzini to'lamaguncha. Qarzdor odam o'lganda qarz bergan odam kelib o'ligini ko'mdirmaslikka haqqi bor. Buni ko'mmay turinglar buni. Mendan 10 million qarzi bor buni. Merosidan beringlar. Merosxo'rlardan olib beringlar yoki kimdir bo'yniga olsin. Menga 10 million pulni beraman deb kimdir bo'yniga olsin. Bo'lmasa ko'mmaylar buni, ko'mib yormaylar deyishga haqqi bor kerak bo'lsa. Bu qarz o'yinchoq narsa emas, birodar. Juda ham oddiy hol bo'lib qoldi. Qarz olib bermay ketish, qarz olib bermay yurish juda ham oddiy hol bo'lib qoldi. U holiga voy bunaqa odamlarni. 10 million qarz olgansiz mendan? Oyda oxirida berish kerakmi? Bermadingizmi? Siz menga nisbatan zulm qilgan bo'lasiz. Siz o'z-o'zidan zolim bo'lasiz. Men sizdan zulm ko'rgan mazlum bo'laman. Sizni haqqingizga duoibat qilsam, duoibatim aniq o'tadi. Hayotda ham ko'ryapsizlarmi shu narsani? Shuning uchun bizning tijoratimiz yurmayapti. Kofirlarning tijoratini ko'ring, 1 sent o'tsa, o'zi 100 ming dollardan oshiqli mol olayotgan bo'lsangiz, 56 sent o'tib ketsa yoqqa qaytarib beradi. Qo'yaveraylik, yo bu sening haqqing deydi. 38 sent menga o'tib ketsa qaytarib oladi so'rab. U meni haqqim u deydi. Mana shu o'zi aslida. Shuning uchun ularning iqtisodiy rivojlanib ketyapti. O'zingizni iqtisodingiz bilan solishtirsangiz, esiz chiqib ketadi ular iqtisodi. Karillab tijoratchiman, paloniyman, pistoniyman degan odamni ko'ring. 100 ming dollar puli yo'q kerak. 100 ming dollar so'rasangiz topib bera olmaydi. Uni ko'rgan odam butun dunyoni egasi shu bo'lsa kerak deb o'ylasiz. Baraka yo'q, birodarlar.